Xalqaro kechirim tashkiloti bugun e'lon qilgan Xitoy ular qayerda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi kollektiv tutqun haqida javob berish vaqti keldi temisidagi dokladda Sharqi Turkistondagi bostirish va zulmning yetib kelgan nuqtasi misollar orqali yoritib berildi. Dokladga asoslanganda asabiylikni yo'qotish nizomnomasi e'lon qilingan 2017-yil 4-oydan buyon Sharqi Turkistonda lagerlarga qamalgan musulmonlarning soni shiddat bilan oshgan. Konyada qanıgan yarımız Sharqi Turkiston temisida 2 yig'in o'tkazildi. Her 2 yig'inda Sharqi Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon Sharqi Turkiston masalasi haqida doklad berdi. Yana bir tarafdan Avstraliyaning Adelaide shahrida Uyg'ur xonim-qizlar Xitoyning jazo lagerlariga qamalgan millionlagan Sharqi Turkistonlikning dardini Avstraliyaga va dunyoga anglatish uchun rasm ko'rgazmasi o'tkazdi. Venezuela prezidenti Maduro kabinetidagi barliq ministerlarning vazifasidan ayrilishga tayyor turish kerakligini aytdi. Tarixdan buyangi eng og'ir siyosiy krizisga duch kelgan Venezuelada Amerika qo'llayotgan o'qituvchilar tarafidan 2 oydan buyon krizisga tushgan Maduro barliq ministerlardan har vaqt tayyor bo'lishini talab qildi. G'arb taratqullari Amerikaning chiriklashgan hukumat va iqtidorsiz amaldorlar bilan birga borgan siri qarz patqiqiga petib ketayotganligini bildirdi. Harbiy chiqimning Amerikani vayron bo'lishga boshlaydiganligini, hukumat va doiralarning bo'lsa, xalqqa yolg'on so'zlash orqali harbiy ehtiyoji uchun texnik ko'p iqtisodiy manba izlayotganligini bayon qildi. Hukumatning Ijang nomli tashkilotning tadqiqot natijalari misol sifatida berildi. Çanakkale urushi 2. Dünya urushi jarayonida 1915 va 1916-yillarda Gelibolu yarim orolida yuz berdi. Antanta davlatlarining maqsadi İstanbul va Çanakkale bo'g'izlarini qo'lga tushirish edi. Qahramon Mustafa Kamal va sabdoshlari unutilmas kurash orqali bu urushning natijasini o'zgartdi. Shuning bilan bir vaqtda hajiga berish uchun Turkiyadan o'tib ketayotgan Sharqi Turkistonliklar Çanakkale urushini ko'rgandan keyin hajiga berishdan voz kechib bu urushga qatnashgan edi. 18 Martda Çanakkale şehitlerimizni hürmet bilan yad etimiz.